Uchtepa tumanini eng talab ko'p bo'ladigan mahallalardan bittasiga kelganmiz. Birlik kruga yetmasdan, qaranglar, yetmasdan 50 metr kirganimizda ko'chalarni ko'ryapsiz. Keng ikkita mashina bemalol sig'adi. Mana shu hovlimiz sotilyapti. Hozir buni to'liq tushuntiraman. Ko'chalar qarang, tupik ko'chada joylashgan. Ko'pchilik tupik ko'chani yaxshi ko'radi, menga o'xshab. Fasadimiz 15, ichkariga 21 metr. 320 sotxaga 7 ta xonadan iborat bo'lgan ushbu xonadonimiz zo'r narxda chiqyapti. Narxini oxirida aytaman. Qarang, ichkariga ham bitta mashina bemalol sig'adi. Tashqarisiga ham qo'ysanglar bo'ladi. Ichkariga kirganimizda gar aylana qilib uylar qurilgan ekan. Juda ham zo'r. Hozir xonasini bittasini ko'rsatib beraman. Remontlarini tushuncha bo'lish uchun kelib kirib bemalol yashasanglar ham bo'ladi yoki-da buzib turib quraman desanglar, razmerlar ham zo'r razmerda qolgan. Zal, bu yoqda spalni. Umumiy hisobda 7 ta xona ekan. Remontlarni ozgina asijit qo'rsanglar bo'ldi. Maza qilib yashasanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda polni podol qilingan. Polni podoli bor ekan. Gaz, svet, suvda umuman muammo yo'q. Hamma kommunikatsiya kelgan o'zi ham. Narxini aytadigan bo'lsam, narxi $162,000. Shoshilinch narxda sotilyapti. Ulgurib qolinglar, kelishadigan joyi bor. Zo'r lokatsiyada zo'r uy taklif qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.